Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifele Tarihi namlı kitabıda biz Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki zamanıdan tatip ta muş Abbasilarınki en ahırkı devrikçi boğan Hulfai Raşidin zamanı, Umeviler sulalisi zamanı, Abbasiler sulalisi zamanı Katarlık nurgun halifeler Padişah sultanlarınki hayat bilen biz tanışıp çıktık. Onundan başka bu devirde ölüp ketken en meşhur ve bu devirde yaşayan meşhur ulemalar her qaysi pelledeki yitik alimlar hakkında biz biraz toluk bir umum cihetten bir malumatga eriştik. Şunun bilen biz Abbasilarınki tarihini umum cihetten 903 yıl kadar boğan Hicriye 903 yıl kadar boğan tarihine biz asasen bulduk. Bu yani miladiye 15. əsrninki başlarına doğru buldu. Hem Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyh özünki kalem kuvvetinin güçlülüğü, fikrinin ötkürlüğü, yazmasının ne kadar mol ve köplük bilen tonulgan mujtehid İslam ulemalarınınki aldınki Katardaki ulemalarınınki biridir. Şununla asasen bu adam tarihte ötken halifelerninki hayatını özün şiiri nezmi söylen bizge qısqıç qilib, ularning isim tizimligi, laqimi ve qilgan ish izlari bilan tanışıq bo'lgan taraflarini bizga yoritib, bizga mushu tarixdagi xalifalarning hayotini bizga she'r nazmi bilan qisqacha tanishtirib atadi. Bundaqda biz Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin xalifalar tarixi haqidagi bu nazmisini o'qib o'taylik. Muallif Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin xalifelerinin ismi ve ularning vafoti haqida yozgan qasidasi. Burunqi ulamalar xalifelerning ismi, ularning vafoti haqida bir qism she'ri qasidalarni yozgan bo'lsa-mu, bu qasidalar asosan Mu'tamid Billah'niki zamonigacha davomlashgan. Yani bu uzuk davrda men bu haqda şundaq bir qasida tayyorladim deydi Jalaleddin Suyuti. Acayip güzel, acayip yarqin. Men bu qasidini mush kitobning oxirida tamomlashni loyiq ko'rdim. Undaqda qasidam tövendikçe. Elhamdülillahi hamdan la nafada lahu ve ennemel hamdu haqqan ra'su men şekara. Çeksiz tügümez hamdüler Allah'a xasdır. Yaki Allah'a bolsun. Hamde hakikaten şakirlarning haqiqiy baştaki deydigan sözü. Yaki şükür qiluvchilar başta o'qiydigan bir güzel ibaret degan mazmunda. Andın to'g'ri yo'lga boshlig'ichi Peygamber aleyhissalatu vesselamga hamd sanolar bo'lsin. Bu peygamberimizge boğan təvəliki tüpeydin nurgun uluq akabir eşraflar bular devrimizde hoca boldu, davran sürdü. Hakikaten Emin isimlik bu Allah'ın Resulü rivayet kılgan tarihçilarının rivayetiga göre 40 yaşta peygamber bulup evetilgendir. O peygamber Medine şehriga hicret qilgan vaqti 13 yildan keyin yuz bergandir. O peygamberimiz Medine'ga kelib 11-yili o'lib ketdi dedi. Peygamberimiz vafot topganda yer sharidagi kishilarning eng og'ir musibati mushu bo'ldi. Janobi Rasulullahdan keyin xalifa Siddiq Abu Bakr Siddiq ijtihod orqali özü xalifa bo'ldi dedi. 13-yili bu adamı ölüp ketdi. Hicriyanın 13-yili ölüp ketdi dedi. Mana bu zat bolsa Kur'an-ı Kerimni toplagan adamdır. Şundaqla Kur'an-ı Kerimni Mushab ismi bilan atagan tunji kishidir. Abu Bakr'dan keyin xalifa Ömer Faruk xalifa bo'ldi dedi. Bu adamı Hicriyanın 23. yili başqalarının qasdi bilan o'ltirilib dunyodan yo'qoldi.
Hazreti Ömer bolsa arxip nüfus tüzümünü yolu koygan. Şundaqla başqalarga maaş bekitip bergen ve beytel malını təsdiq qilgan, qo'llarida durra, ya'ni palah kötürgen zatdır. O ulug' shaxs taravih namazini, tarix ilmini yo'l qo'ygan, nurg'un fatih harakatlarini o'z davrida reallikqa aylantirgan ve şundaqla mest bo'lgan odamning yoki aroqkashning jazosini biroz oshirgan odamdir. U shundaqla Amirul Mu'minin deb atalgan kishidir. Onundan burun hech bir amir umaralar Amirul Mu'minin nomi bilan atalmagandir. Endi Osman xalifa bo'ldi dedi. Bu 36-yili muhasirga ilinib o'ldirildi. Bu adam azanning birinchi azini qo'shgan odamdir. Shu sababdan azonninki hozirga qadar qo'shimcha davomlashib kelyaptidir. Hazrati Osman tunji bo'lib saqchilarni o'zi amro qilgan yoki saqchi bekitgan va turli yayloqlarni, qo'riqlarni ijod qilgan. Uningdan boshqa xilma-xil suyurg'al egilik bo'yicha ish tutgan odamdir ko'pincha. Ya'ni suyurg'allik tuzumi bilan ish tutgan odamdir. Uning keyindan Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Bu zotmi hijriya 40-yili o'ldirildi dedi. Bu odamni yiqitgan, o'ltirgan odam haqiqatan ozg'un, halokatdagi insondir. Ondan uning o'g'li yarim yil hokimiyat tutdi. Buning keyindan Umaviylar jamiyati davr sürdü dedi. Bular top bo'lib turli avarchiliklarni, xilma-xil inqilobiy fikrlarni o'ttirg'i qo'yg'achqa, oxiri bu Alining o'g'li bu ishni o'zining bu dunyoga bo'lgan qiziqmasligi, hech bir ziyonsiz holatda bu ishni Bani Umayyaga topshirib berdi dedi. Şunun bilen tunji podshoh Muaviyadir. Bu adam ölüm şerbetini 60-yılının o'ttirlari bu adamı tetidi. Hazreti Muaviya demekçi. Hazreti Muaviya tunji bo'lib aqti qilingan xizmatchilarni ishlatgan odamdir. Shundaqla pochta tuzumini o'ttirib qo'ygan odamdir. Uningdan burunqi amirlar bu siyosatni yurgizib boqqan emas. Hazreti Muaviya veli ahdlikni ülep ketishdan burun o'zing cho'ng o'g'li, yani Yazid demekçi, Yazidga topshirib, buni majburiy shaklda xalif qilib belgilab qo'ydi. Yazid bo'lsa bu odamning eng nachar bolasi edi dedi. Bolasının eng nachar edi dedi. Bu mu 64-yili qabrga tushdi, yani o'lib ketdi. Abdullah ibn Zübeyir bo'ldi. Bu 73-yili bu kishimi o'ldirildi dedi. Beytullah'da muhasirga ilinib o'ldirildi. Hicriya 86-yili bo'lgan vaqtida Hazreti Abdülmelik bu hokimiyat beshiga chiqib, buning davri ajoyib mashhur davron surdi bu odam dedi. İslamda tunji qitim tonuşluq bo'lgan yoki belgilik shaklda yoki o'ziga xos shaklda dinar, tilla pullarni so'qdi, quydi, Kabe'ga yipakdan to'llarni yaptı. Bu yerki mu'tajira kelimesi odam ishlatib, madika ishlatib demekçi. Yani şu ipak to'llarni yepish uchun, yani to'qish uchun aynı zamanlarda ishlaydigan madikalı ishlamchilar hunarval bo'lish kerak. Shuni maqsad qilmoqchi demoqchi. Xalifa Abdülmelik kishilarni xalifaning o'ziga qarab, onunga javob qilishdan cheklagan xalifadir dedi. Nima desa, nimaga amr qilsa, cho'qim bunga javob qilishga bo'lmaydi deb amr tushigan keskin podshohdir dedi. Shundaqla tunji qitim mush ism bilan atalgan odamdir. Demakchi bo'lgani xalifaning oldiga kirib,
javob qilishdan cheklangan odamdir demoqchi bo'lsa kerak. Ham shundaqla islomda tunji aldamchilik, gollamchilik qilgan odamdir. Bu ya'ni siyosiy jihatdagi gollamchilik. Amaliyotda Abdulmalik ibn Marwan shu davrdagi eng katta islom ulamolarininki biri. Xalifa bo'lishdan burun uningki yashagan muhiti, turmushi ajoyib zo'r, ilmiy jihatda, taqvolik jihatda shu davrda har qanday odamning oldiga kirib yashaydigan. Bu odamniki kichik vaqtidan o'zininki bir xarakteri vakında har qanday ishda men birinchi bo'lsam deydigan. O'zi hokimiyat tutmagan vaqtida buni o'zininki yoshlik davri, ballik davrida hammani oldi. Ibodatda, ilmda, zohidlikda, hamma jihatda. Bu adam hokimiyat beshiga chiqqandan keyin o'zining burunqi xalifalar, amirlar, sultonlar qilib boqmagan, siyosat yurgizib boqmagan shaklda yani birinchilikni qo'ldan bermagan odam bu. Uning keydidan uning o'g'li Valid xalifa sulton bo'ldi deydi. 96-yili Rajab oyida bumi o'lib ketdi. Bu odam tunji bo'lib xalifani o'zining ismi bilan atashdan cheklagan odamdir. Uningdan burun amirlarning ismi bilan ataydi. Bundan burun uning keyindan Sulaymon xalifa bo'ldi. Bu naytdi yaxshi sulton bo'lib 99-yili Safar oyida bumi o'lib ketdi. Bundan keyin Ömer xalifa bo'ldi. Ömer ibn Abdulaziz demakchi. Bu ulug', bu mashhur katta shaxs 101-yili bu odammo lahatga kirib ketdi. Mana bu adam İmam Zuhriyni, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhriyni. Bu adamni mush ilm yo'qolib ketmasin deb hadislarni to'plashga, tarixni to'plashga buyurgan odamdir. Mana bu Ömer ibn Abdulaziz'ninki mashhur ishlarininki biri. Ondan boshqa Ömer ibn Abdulaziz'ninki mush Madinada, Makkada Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki izi bo'lgan joylarda masjid saldigan. Hozir qadar saqlanib kelayotgan joylar shu Rasulullohninki izlarini bildirayotgan Ömer ibn Abdulaziz'ninki buyuk tuhfalarininki biri deyishga bo'ladi. Uning keynidan Yazid bo'ldi. Yazid ibn Abdulmalik demakchi. Bu 5 yil davom etdi. Uningdan keyin Hisham 25-yil qadar davr surib, bu tarix izidan o'chdi. Uning keynidan Valid bo'ldi. Bu Valid ibn Yazid ibn Abdulmalik bo'lsa kerak. Bu 1 yildan keyin bu o'lib ketdi. Uningdan keyin mashhur Fosiq keldi dedi. Bir mashhur Fosiq podshoh bo'lganda, balki uning ismi Yazid ibn Valid ibn Abdulmalikniki, Alloh alim. Xo'sh, uningdan keyin shu yilning Yazid xalifa bo'lib, shu yili o'lib ketdi. Bu 6 oy hokimiyat boshqargan bo'lib, bu xili yaxshi ta'sirlarni qoldirib ketdi. Ya'ni bu Ömer ibn Abdulazizni doğurgan. Men shunday qilaman degan, lekin ko'p davomlashtirolmagan, asosan burun o'lib ketib qolgan. Uning keyindan İbrahim xalifa bo'ldi. Bu 70 kundan keyin g'ulab tushdi dedi. Sen bilsa uning nima ish qilganligini. Uning keyindan Ishak Marwan bu xalifa bo'ldi. Bu 132-yilga kelgan vaqtida qonliq voqealar yuz berdi. Endi Umayyalar davri mushun bilan tugdi. Umayyalar sultonlarining ismligi qilgan ish izlari nayati kichik shaklda bu yerda bildirilyapti. Uning keyindan Saffah, endi biz Abbosiylarga o'tdik. Saffah xalifa bo'ldi. Bu 136-yilga qadar davr surgan bo'lib, uning keyindan bu o'lib ketdi. Lekin Judira deb kelsa, bu Judira ba'zida shu chechak kasali emas, shu kasallar o'lib ketganini bildirdi. Uning keyinidan Mansur, Abu Ja'far al-Mansur bu odam xalifa bo'ldi. Bu 158-yili ihrom bog'lagan holatda qabriga tushdi. Bu odam hajga ketayotganchilik shu yerda o'lib ketgan. Mana bu odam nurg'un ozodgarlarga, ya'ni odatdagi shu qul xizmatchilarni ozod qilish orqali bularni amal mansabga o'rinlashtirgan odam. Arablarga sal qaragan, ondan bularning arablarning ish izlari tarixdan o'chishga boshlagan. Umayyalar davrida unda yo'q. Faqat haqiqiy arab davlati, arab islom davlati bo'lgan. Ammo Abbosiylar davrida, Abu Ja'far al-Mansurning davrida
Parislarning ta'siri kuchayishga boshlagan. Birozdan keyin turklarning ta'siri ko'rilishga boshlagan. Ondan uning o'g'li Mahdi 169-yili zaharlanib o'ldi. Ondan uning o'g'li Hadimo 170-yili o'ldi dedi. Bumi bir xil aldamchilik maqsad qilgan. Ya'ni ular demakchi o'g'lini boshqa valiahdlarni elitib, o'zining o'g'lini qo'ymoqchi bo'lgan degan maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Uning keyindan to'g'ri ekan, işte Harun Rashid elitmoqchi bo'lgan. Ondan Harun Rashid 193-yilga qadar davom etgan bo'lib, bu odammi yutuk urushlarni, g'azotlarni davom etgan. Shu urushlarda, g'azot maydonlarida o'lib ketgan buyukdir. Ondan Amin bu odamni 198-yili boshda biz deb o'tgandek yoki taqdirda belgilangandek o'ldirildi. Ikki tarafdan o'ldirilgan, ikkisining odamlar tarafdan yoki ikkisining odamlar tarafdan. Uning keyindan Ma'mun xalifa bo'ldi. Bu 218-yili bumi o'lib ketdi. Mana bularning o'limi bizga ibrat emasmi dedi. Uning keyindan Mu'tasim bu xalifa bo'ldi. Bu 227-yilga qadar davr surgan bo'lib, buning ish izlari ma'ruf, tanishlik hammamizga. Mana bu Abbasiylarniki 1-yüzyildagi tarixmiş Mu'tasimning o'limi bilan oyoqlashdi. Xalifa Mu'tasim bo'lsa, o'zi bevosita turklarni o'zining ordu saroylariga tunji bo'lib akirgan, ularni O'rta Osiyodan turkumlab akilib, shularni askar qilgan va setib olgan xalifadir. Ondan uning o'g'li Vosiq. Ondan buning o'g'li Vosiq xalqni ajoyib qo'rqitgan, talafotga solgan xalifa bo'lib, bu kishi 232-yili o'lib ketdi. Uning keyindan Mutawakkil buning qoldirib ketgan ish izlari ajoyib go'zal, yorqindir. Nuroniy sunnatni qaytadan barpo qilgan muntasir kishidir dedi. 247-yilga bo'lgan vaqtida bu zotni o'g'li Muntasir nomli bu o'ldirib tashladi dedi. Buning keyindan bumi uzun davom etmaylam Allohning qonuniyati bo'yicha bumi yo'qoldi. Ham dadasiga ziyankesh qilgan o'ltirgan odam asosan bumi shu. Yani bu ulug' inson dada, ana dadaga qo'rliq, xorliq bo'lib o'limdan iborat eng xorliqning ig'irini qilgan odam cho'qim talafotga uchraydi. Shuni deydi. Musta'in 252-yili bu ilib tashlandi. Uning keyindan turkumlab xalifalarni o'ldirish voqeasi davom etdi. Bu odam uzun yangilik to'llarni ijod qilgan odam edi dedi. Buning zamonini qisqalam. Buning keyindan Mu'taz xalifa bo'lgan bo'lib 255-yili bo'lgan vaqtida buning o'lim voqeasi yuz berdi. Muhtadi nayt o'nliq yaxshi bir xalifa edi dedi. 1 yildan keyin bumi o'ldirildi. Bundan keyin ömürler, davrlar tiz o'tishga boshladi. Buning keyindan Mu'tamid xalifa bo'lgan bo'lib 279-yili bo'lganda bumi o'lim sharbetini ichdi. Mana bu xalifa tunji qo'rshovga ilingan xalifadir. Undan boshqa majburiy shaklda boshqalarga vakolat bergan odamdir. Ostiga qo'lasiga qo'mondalar boshqardi-da, o'zining huquqi yo'q mana. Buning keyindan Mu'tazid bu xalifa bo'ldi. 289-yili bo'lgan vaqtida bumi o'lib ketdi. Uning keyindan o'g'li Muktafi Billah xalifa bo'lgan bo'lib, bu 295-yili bu o'lib ketdi. Allohning bu taqdiri naqadar har xil. Subhanalloh. 320-yil bo'lganda
Muqtadir Billa'nın ölümü yüz berdi. Bunun kendinden zalim, kahir. Bu 322 yılı közü kuyulup bu mu golap düştü. Köz kuyulgan bilen bir mezgil yaşagan bu adam. Onun kendinden Razi Halife boldu. 329 yılı bu mu ölüp gitti. Bunun iş izlerini hesaplap da baha bir baksan boludu. Hoş. Muttaqiga kelsek, bu mu golap düşüp közleri uyaldı dedi. 4 yıldan keyin. Onun kendinden ularning Mustakfi isimli bir halifesi halife boldu. 1 yıldan keyin muttaqiga o'xshashlam avval yuz berdi. Demek bu maçta öldürüldü degan bo'lsa kerak. Ondan keyin Mutti halife bo'ldi. 363 yıl bo'lgan vaqtida, shu yilning oxiri bu mu o'lib ketdi. Onun oğlu Ta'i, bu maqhur halife, maqhur deganimiz miskin bichora. Bu 381 yılı golap tushirilgan bo'lib, tarixda shunda bayon qilingan. Ondan Abul Abbas Qadir Billah halife bo'ldi. Bu 322 yılı ya 422 yılı bo'lgan vaqa. Bu mu şu paytda o'lib ketdi. Ondan o'g'li Qaim Billah 467 yılı Şaban ayida o'lib ketib, tarix izidan o'chdi. Uning keynidan Muqtadi Billah 487 yılı o'lib ketdi dedi. Bu şu bütün keyingi bu adam podshohlikni qaytadan jonlantirgan, o'zini ayt iqtidorlik, xili kuchli podshohlarniki biri Muqtadi. Uning keyindan Mustazhir halife bo'ldi. Bu adamı 6. asrning boshlari, ya'ni 512 yılı o'lib ketdi. Uning keyindan Mustarshid halife bo'lgan bo'lib, bu adam 529 yılı öldürüldü dedi. Mana bu mu yalana düştü, gulap düştü, öldürüldü. Onun kendinden miskin bichara Raşid halife bo'lgan bo'lib, bu 1 yildan keyin gulap düşürüldü. Bunun hech kim bunun izini ko'rib bakmadı, tarixda hech qanday iz qoldirmadi. Undaqda bu 530 yil bo'lgan vaqa. Uning keynidan Muqtafi halife bo'lgan bo'lib, 555 yılı xilafette bekip, özünki işleri muqimlashib, bir az xilafet hakimiyeti xili jalliq bo'lgandan keyin bu adamı o'lib ketdi dedi. Bu xili nusratlik, g'albilik podshohlarning xalifelarining biri edi. Çünkü bu vaqtlarda hamda Saljuqlar qirgan, Saljuqlar hakimiyeti parchalangan. Bu parchalanishdan bu xalife xili o'zini o'ngshib olgan bu jarayonda. Shuni demoqchi. Uning keyindan o'g'li yoki Mustanjid xalife, podshoh xalife bo'lib, bu 566 yildan keyin o'lib ketdi. Bu shoir xalifelarning biri edi. Mustazi bi amrillah 575 yili nayt ihson bilan, xayr ihson bilan adamni hayajonga sog'dak, davlatni gullandirgan shaklda bu adamı o'lib ketdi. Uning keyindan Nasir xalife bo'lgan bo'lib, 622 yili yeshqili cho'ng holatda o'lib ketdi. Uning keyindan Zohir xalife bo'lgan bo'lib, 9 oydan keyin bu adamı o'lib ketdi. Buning muddati davr surgan vaqti nihoyat qisqa. Bu tarixda Ömür ibn Abdülaziz o'xshash hokimiyat beshida o'ltirgan odil sultonlarning xalifelarining biri. Bunun keyindan Mustansir xalife bo'lgan bo'lib, bu 40 yilga qadar davr surdi. Uning shoirlar nurg'un marsiyalarni o'qidi. Uning keyindan Mustasim bu xalife bo'lgan bo'lib, 656 yili nihoyat ig'ir talafet fitneler yuz berdi. Bu Dolakut Tatarlar fitnesi. Tatarlar kelib bunun shahrini, bu adamni vayron qilib shaharlarni talafet ushurtib,
Allah Taala bu Tatar degan mahluqqa la'nat qilsin deb duo qilyotdi Jaloliddin Suyuti. Biz hamda Bag'dod Abbosiylar xalifasi davri bilan tanishib bo'ldik. Umayyalar davri bilan tanishib bo'ldik. Xulafai Rashidin davri bilan tanishib bo'ldik. Payg'ambar zamoni bilan biroz faqat asosan ismi tilg'ilingan bu rivoyatlarda, bu she'riy qasidada. Endi biz Misrdagi Abbosiy xalifalari haqida tanishib chiqamiz. Bu asosan hokimiyat qo'lda ochiq yo'q, faqat simbol xarakterli xalifalar bular. Endi 3 yil o'tdi, Bag'dod voqeasi bo'lib, yoki 3,5 yil o'tdi. Butun xaloyiqning ishi bo'shdi, ya'ni xalifa yo'qdi deydi. Bunun keyindan hamda Mustansir xalifa bo'lgan. Shu yilning oxiri bumi o'ltirilib, bu dunyodan xo'shlashdi. 6 oy xalifa bo'la olgan. Bu 60-yilning kirishi, ya'ni 660-yilniki kirishi bilan maqsadiga, nishoniga yetmay turiblam ketib qoldi. Uning keyindan Misrda bir xalifa bo'ldi-da. O'zi unayet aciz xalifa bo'lsa, lekin burunqilarga o'xshash bunday maxfiy ishsizlan sadosi yo'q holatda bundoq o'tib ketmaydi. Bu odam 701-yilda o'lib ketdi. Uning keyindan o'g'li yoki Mustakfi ismli xalifa bo'lgan bo'lib, bumi ishlarni xili bir mezgil davom etdi. 740-yili bo'lgan vaqtida bu odam o'lib ketib, Vosiq bu xalifa bo'lgan. Ammo 42-yil bo'lgan vaqtida sultonlar, amirlar tarafidan g'ulab tushirildi. Uning keyindan ularning yangi bir xalifasi tayinlangan bo'lib, bu 753-yilga qadar hokimiyat qilishda o'tadi. Bu yani ibratlik vaqaliklar bu demakchi Jaloliddin Suyuti. Uning keyindan Mu'tazid xalifa bo'lgan bo'lib, 763-yili bu mu to'piga kirib ketdi. Endi Mutawakkil kelsak, bu mu 785-yilga qadar xalifa bo'lganligi zikr qilingan, ham shu paytlarda muhosirga tushgan. Buni shu vaqt Misrniki sultonlari bu odamni hokimiyatdan yiroqlashtirib, xalq bilan kurashtirmaydigan qilib, nazarbandda qo'yib qo'ygan. Shuni demoqchi. Ular Vosiq billaga bay'at qilishdi. 788-yil bo'lgan vaqtida bu odam o'lib ketdi. Uni Umar deb atsam bo'ldi. Demakchi, o'g'ni Umarga o'xshash demakchi bo'lsa kerak. Uning keyindan Mu'tasim billaga bay'at qilishdi. Bu 791-yili bumi yo'qitildi. Mutawakkilni yana qaytadan ekkeldi. Nayt uzun davr sürgen ama bir necha qatim xalifalikdan tushirilgan bir xalifa bo'lgan. Shuda buni ham qaytadan qaytirib xalifa qildi deydi. Bu 8-asrga qadar, ya'ni demakchi bo'lgani shu davrga qadar davr surgan bo'lib, ya'ni 808-yil bo'lsa kerak. Shu vaqtida o'lib ketdi. Uning davrida azandan keyin Xayrın Nebiyyin azandan keyin bir salom qo'shildi. Başta dedik qo'y, azanga Misrda azanga bir kalim qo'shilgan, shu masala shu. Bu shu vaqtdagi sultonlarniki buyruq bilan bo'lgan voqealiklar. Bu odam o'z davridagi ashraflarga, ya'ni payg'ambar jamoatidagi kishilarga yeshil bir tonni ijod qilgan, shuni majburlagan odam bo'lib, bu ajoyib go'zal tus beradigan shakldagi odamki, bu yeshillik barakat topsin dedi Jaloliddin Suyuti. Jaloliddin Suyuti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu oila tavobatiga yomon bek omroq. Bu Rasululloh bo'lgan bir muhabbatdan kelib chiqqan ish bo'lsa kerak Jaloliddin Suyutiga nisbatan. Uning avlodidan 5 odam, Mutawakkilning avlodidan 5 odam nayt ulug' hurmat sazovar xalifa bo'lgan dedi. Bularning taqdiri mushtaq bo'lgan yoki ish izlari mushtaq davom etgan. Mustayin hamda burunqi ishlarga o'xshashlam
815 yılı Şaban ayida g'ulab tushirilgan. Uning keyindan Mu'tazid xalifa bo'lgan bo'lib, 845 yılı bu adamı sakratga tushgan. Uning keyindan yana bir mustakfi xalifa bo'lgan bo'lib, 854 yılı kelgan vaqtida sabrlik holatda bu dunyodan ko'z yumgan. Uning keyindan qoyim xalifa bo'lgan bo'lib, 859 yılı g'ulab tushirilib, muhosirga ilingandan keyin o'lib ketgan. Uning keyindan Mustanjid xalifa bo'lgan bo'lib bir mezgil. Bu shu zaman xalifasi edi dedi. Allah bunun nuruni, darajasini nayet alayda yuqori qilgan xalifadir. Shu davrlarda bundan burun davr zamonlardan biri 5 qarindosh yoki 4 qarindosh xalifa bo'lgan yoki amir bo'lgan bir tarix mavjud emas. Hatta hukumi bo'lib bakmagan, lekin 5-sidan boshqa 5 emas, 2 bo'lib bakmagan, lekin Rashid Hadi bilan bo'lib bakkan. Shundan boshqa bir odam bo'lib bakmagan emas. Validdan keyin Sulaymon bo'lib bakkan masalan. Validning Yazid deb o'g'illari bor-da, mushuli bo'lib bakkan. Bag'dodda hech bir xalifaning laqami takrorlanib bakmagan. Yoki bir qarindoshning yoki aka enining bolasidan keyin bir tog'i xalifa bo'lib bakkan avval yo'q. Faqat bir nafar. Masalan, ishkaylan, masalan, Muxtafi Rashidninki o'rniga bo'lgan. Mustansir Tatarlar o'ltirib o'tgan Mustahsindan keyin bu xalifa bo'lib bakkan. Demek mushu o'zinki masalan jiyanidan keyin xalifa bo'lib bakkanlar mushular Bag'dodda laqam tayyorlanliqi, burungi laqamni keyingi avlodlar ishlatmagan. Faqat bir islam ishlatganda mana mushu bayatni zikr qilgan kishilar demak. Lekin Misrda nayt ko'p davom etgan bunday avvallar. Kimlar demakchi bo'lgani bu odam endi xalifalarning tarixlari biz deb bo'ldik. Mushu zotlar hammasi xalifalardir dedi. Bularni kemitib qo'ymay 70 xalifa desang bo'lamdiki deyma dedi. Bu sanab chiqdik. Sahobalardan yulduz kabi chaqnagan 7 odam xalifa bo'lgan. Bani Umayyadan 3 kishi xalifa bo'lgan. Sahobalardan demakchi bo'lgani 4 xalifa Ali ibn Abu Talibning o'g'li, uning keyinidan Muaviya, uning keyinidan Abdullah ibn Zubayr. Shu 7 demakchi. Bani Umayyadan 3 degani nimani elib o'tib Muaviyani, qilib qolgani 3 demakchi. Undaqda umum jihatda elib o'tgan vaqtida Bani Umayya jamoat nuqsida elib o'tgan vaqtida bular 10 xalifa bo'lgan bo'ladi. Abdülmelik'nin dadısını sanmadım dedi. Çünkü bu nemiyetlilik bir xil zalim yoki to'polonchi. Bunun devrde xilofat muqimlashmagan. Bu Marwan ibn Abdülmelik'nin demekçi dedi. Bunu tarix yazgan kishilarniki degan so'zi mushu. Buni haqiqiy xalifa deb e'tirof qilmagan. Chunki bu davrda islom dunyosi nihoyat zo'r qiyinchilik, fitna fasod, urush, malmonchilik to'lgan davrlar. Endi Bani Abbas cemaatidagi xalifalarning soni tik qad ko'tarib turdi. Bu 51. Madem o'z 51 debdi, ba'zi bir kun turib qolganlarni sanmagan bo'lsa kerak. 51 ularning g'albisi yoki ularning nusrati hargiz yo'qolmasin. Xilofat ularda ta Mahdi Isa alayhissalomga topshirib berganga qadar bularda davom etgusi. Bazı rivoyatlarda işte deyilibdi. Endi men mushu nazmlarni, qasidalarni endi to'qib oldimda. Hurmatli xalifamiz, mazkur xalifamiz sabr qilib kutib turganga qadar mush paytlarda mushu ya o'lib ketgandan keyin mush muddatda to'qidim dedi. Bu 880-yilning 884-yilda Muharram ayının şenbe günü bu adam ölüp ketken.
Muşundan keyin men she'rni o'qidim demoqchi ekan. Uning keyindan okisining bolasi Mutawakkil ismli birisi xalifa bo'ldi-da. O'zim nayt mashhur, cho'ng dadasiga o'xshash, işte bir xalifa bo'ldi. Undan burun hech bir xalifa o'zini Abdulaziz deb atab boqmagan deydi. Buning ismimi xile bu yerda yangilik tusbadi. Chunki Abbosiylar xalifasi o'zini Abdulaziz deb atab boqmagan. Shuni demoqchi bo'lsa kerak bo'ladi. Allah bu adamni davomli izzatlik, sharaflik ömrünü uzun qilsin. Allah Taala onu bizga saqlab ömrünü uzun qilib bersin. Allah onun balları, avlodlarini texmo turkumlab ayak avlodlardan zo'r xalifalar, podshohliklarni Allah bizga ofirin qilib bersin. Bu zot 903-yili o'lib ketdi deydi. Bumu Veliahdi belgilab qo'yib o'lib ketgan shu Muharram oyining chiqishiga o'lib ketdi-da, tarixdan o'tdi. O'zing Yaqub Sharif ismli bir o'g'liga qoldirib qo'ygan bu veliahdlikni. Bu shu safar oyida hamda Mustamsik billah deb atalgan. Bu Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhining hamda Mustamsik ismli xalifa bilan Misr xalifalarininki eng oxirgi xalifasiniki ismini bu yerda bizga beryapti-da. Lekin Mustamsik asosan bu nimadan keyin o'zinki xilofati yo'qolgandan keyin yoki buning xilofati Osmonlar, Turkiyadagi Osmonlar Anadolu, Suriya zaminlarini, Falastin zaminlarini ip kelgandan keyin Misrga kelib 16-asrning boshlari 1520 yoki 15-20 bo'lgan oraliqda demişkimizcha. Bu oraliqda bular ilib olgan. Ya'ni bu Hijriy 923-yil bo'lgan voqealiklar. Şu devirde Abbasilarni hem de Astaslar hem de şanlı kılanlı deb yo'q deb o'zi ham xalifa bo'lgan. Şuna Yavuz Selim, Sultan Selim Osmanlılardan tunji xalifa bo'lgan xalifadir tarixda. Shuna qilib biz ham de xalifalar tarixi bilan tanishib chiqdik. Bularning soni bilan bu 70 xalifaning soni bilan tanishib chiqdik. Bugungi darsimiz mushakil bo'lgan va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.